Nima bo'ldi? Maftun telefonni ko'tarmayapti, trubkani qo'yib qo'yapti. Tinchlikmi? Xafa bo'lganda? Nimaga? Islom, men undan minglab kilometr narida o'zimni baxtli his qilyapman. Shuni o'zi yetarli bo'lgan emasmi? Baxtli bo'lsang, yonida baxtli bo'lganda, bo'lmasa yo'q bo'lib ket. Shunaqa fikrlaydi ular. Ha, ko'tardingmi? Yo'q-da. Ha, yaxshi-ku, zato boshingni og'ritmaydi. Islom, unutma. Zahar qanchalik ko'p saqlansa, o'shanchalik qattiq ta'sir qiladi. U jim o'tirmayapti, u yig'yapti. Ko'tardimi? Yo'q-da, qo'yib qo'yyapti trubkani. Ha, balki nimadir qilgandirsan. Hech narsa qilganim yo'q. Ha, unday bo'lsa xavotirlanma, nima o'ylanasan? Hech narsa qilmasligim, lekin xafa bo'lishga bir bahona-da. Telefon olib bering degdi, olib bermadim-da. Maftun, esingdami? Senga hozir telefon olib bera olmaymiz, pulimiz yo'q degan edim. Ishonchda aksiya bo'lyapti ekan, borib olgin. Ishonch do'konlarida smartfonlarni yanada arzonroq narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Dadasi mana telefon oldim, rahmat. Ha, aytgancha telefon qilgan ekansiz, bolam o'tib ko'ryapti, o'chirib qo'yibdi. Ozod, siqilib o'tirma, tur endi. Hech narsa bo'lmabdi, bolalar olgan ekan telefonni. Yurakda ham oldirib qo'ygan ekansan. O'zingni bil, o'zing gaplashtirgan. Muhtaraman boshqalarga